o'tkazdi, yaqindagina bir oy bo'ldi. Mana endi shunga qaramasdan Humo arenada ringga ko'tarilyapti. O'ng qo'l zarba tashlanyapti. Adebayo tushunarli masofani qisqartirish kerak. Bahodir mana shunday vaziyatda kutib olishga harakat qiladi. Chap qo'l zarba o'tdi. To'lqin Qilichning o'zi ko'rsatib beryapti. Yaxshi hozir jigariga zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Yaqinlashib kelayotgan raqibga og'dirishga yarashdi. Uni burchakka taqab olgan holda hozir hujum amalga oshirishi mumkin. Bahodir ikkinchi zarbasi, uchinchi zarbani qo'shdi. Kutyapti, poylayapti Bahodir. Jab. 1 daqiqa vaqt ortda qoldi. Jab o'tdi. Daho javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi va og'dirishga muvaffaq bo'ldi. Bu safar ham ikkilik zarba o'tyapti. Yana zarba o'tyapti. Og'ir Bahodirning zarbalari. Yana ikkilik. Taktika tushunarli bu yerda. Masofadan turib o'qqa tutyapti raqibini. O'ng qo'lda kutib oldi. Pastdan Aperko zarbasini amalga oshirgan holda yana ikkilik zarbasi. Jab. Yana zarba. Himoyaga o'tyapti. Uchinchi zarba ortiqcha, faqat ikkita zarba yo'llashgan. Ikkilik va hududdan darhol chiqdi. Jab. Ikkinchisi biroz erta. Birinchi raund yakuniga yetib boryapti. Yomon. Tashlanyapti. Adebayo tashlanyapti. Yaxshi birgina jab bilan hozir hovurdan tushirishga muvaffaq bo'lyapti raqibini. Poylayapti Bahodir. Chap qo'l. O'tdi zarba to'g'ridan yo'llangan. To'lqin Qilichning javobini eshitishlar. Ikkilik zarbasi o'tdi, hozir yetib oldi. Raqib orqada. Ikkilik zarbasi bundan ko'pini ishlatma deb aytmoqda. To'lqin Qilichov bajaryapti, quloq solyapti. Jab. Ikkilik zarbasi bilan raqib ham Adebayo ham hozir javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi. Jab jigariga. Jablar ham ish berdi. Yana bir jab. Chap qo'l. Zarba kuchli emas edi. Aniq.
Og'dirishga muvaffaq bo'lyapti. Mana yana bir marotaba og'dirib, mana chap qo'lda zarba yo'laydigan bo'lsa, albatta ikkilik zarbasi. Siqildi menimcha Bahodir hozir. Siqildi raqib biroz toliqqanligini, biroz charchaganligini. Jab o'tyapti. Oldingi zarba boshiga raqibni o'ziga yaqinlashtirmaslik shart. Knockout so'rashyapti albatta Bahodirdan. Va ikkinchi raund ham yaqin, ikkinchi raund. Nima bo'ldi? Bosh to'qnashib ketdi chamamda. Tirsak zarbasi. Menimcha tirsak zarbasini yo'lagani yo'q. Tirsak bilan zarb bergani yo'q. Tegib ketgan bo'lishi mumkin. Jab yaxshigina zarba o'tdi. Qanday ortga tusarilayotgan vaziyatda mana shu zarbasini yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda Bahodir. Qo'yilyapti Bahodir Jalolov. Jab. Taktik jihatdan juda yaxshi jang olib boradi. Baribir masofada ushlab turibdi raqibni. Klinchga kirmagani ma'qul baribir. Adibay o'zi birinchi harakat qilmayapti. Faqatgina mana shunday bir qadam oldinga tashlamoqda, masofani qisqartirmoqda. Chunki bir-ikki jablar o'tkazib yubordi. Bir-ikki zarba Bahodir yaqin masofada jang olib borish kerak emas, klinchda raqibni bog'lab olish kerak. Bu yerdan hujum amalga oshirmasligi uchun. Va taktik jihatdan shuni to'g'ri bajaryapti. Jab. Ikkilik zarbasi. Yana kombinatsiya. Sakkiz raund belgilangan mana shu joy. Bardoshli ekan, bir-ikki kuchli zarba qabul qilib olgan bo'lsa-da, o'zini yo'qotmadi. Adebayo zarba ko'taradi. Ikkilik zarbasi. Qisqa masofa. Yana ikkilik zarbasi o'tdi. O'tdi va jon saqlashga harakat qilib ko'radi. Raund o'tmoqda. To'rtinchi raund boshlandi. Kapani ushlab turgani ma'qul hozir Adebayoning. Tashlanyapti mana bunday zarbalar bilan Adebayo 4-raundga kelganda oldinga ikkilik zarbasi. Klinch.
Asabiylashyapti. Jang davom etadi. Jab kirib borishga harakat qilyapti. Bahodir Nosirov ushlab turibdi raqibini. Ikkilik zarbasi o'tdi. Yana ikkilik zarbasi. O'ng qo'l yon taraflama zarba ortida. Kutyapmiz. Qo'yilyapti. Jab. Muxlislar jonlanishda. Adebayo ham jonlandi ular bilan birgalikda. Hujumga o'tishga harakat qilib ko'rdi. Bahodir oddiy uslubda shu bir qadam yon tarafga tashlagan holda raqibini o'ldirib, burchakdan chiqib ketmoqda. Jab. Chap qo'l. Yon taraflama zarba o'tdi. Ikkinchisi dosh berar ekan. Juda kuchli zarba qabul qilib oldi, lekin shunga qaramasdan turibdi. Qo'yog'ida yana ikkilik zarbasi. Endi o'sha iborani qaytaradi. Odatda son baribir sifatga aylanadi. So'nggi daqiqa o'tib bo'lyapti 4-raundda. Og'dirishga muvaffaq bo'lyapti raqibini. Tezlik pasaydi. Adebayoda tezlik pasaydi. Hozir Bahodirning tutib olishi qiyin. Jigariga o'tdi zarba. Juda kuchli zarba. Jang yakuniga yetmoqda do'stlar. Out endi uning hisobida. Uchrashuvning 4-raund, ikkinchi daqiqasi 37-soniyasida texnik nokaut bilan g'alaba qozonmoqda. Qizil burchak Bahodir O'zbek.